Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Red Shoot Pop bo'ldi. Bugungi videomizda M24 qanaqa otishni o'rganamiz. Mana M24 ga xuddi shunaqa qo'shishlarni tavsiya beraman. Keyin M24 ga birinchi klassga kirishni o'rganamiz. Mana shunaqa glazoklar berishi. Birinchi o'rinda odam ko'zni shunaqasiga odamga to'g'rilaymiz va ko'zni birdaniga qo'yib, birdaniga otishni bosamiz. Riskga qo'yib, riskga otishni bosamiz. Mana shunaqasiga ko'p qilaversanglar, o'rganasizlar. Men o'rganib ketganman bunga. Poligonda shug'ullanasizlar. Birdaniga shug'ullanib ularga ko'rsatib berishni tavsiya etmayman bunaqasiga. Chunki sizlar M24 ga kuniga bir kamida 10-15 minutdan 10 minutdan mana shu glazokni mashq qilasizlar va bir haftada polni bir kardinal olganmasdi, lekin yaxshi manga o'xshab sizlarga glazok beraman. Men bir hafta shug'ullanmaganman. Bir kun men 2-3 kun shug'ullanganman mana shunaqasiga. Keyin ikkinchisi uzoqdan qanday otishi. Ko'ryapsizlarmi? Tekizishni. Mana shunaqa otish xohlaysizlarmi? Uning uchun birinchi bu odam shug'ullansangiz, birinchisi mana shu yerga kelasiz. Mana shunaqa chiqsa okni bosib qo'yaradi. Mana shu yerga kelasizlar va bunday turasizlar. Bu yoqda. Mana shu yoqqa kelasizlar. Mana shu yerda turasizlar. Odamga to'g'rilaysizlar, o'rganish uchun odamga bunday bir litsaga qo'yib odamga to'g'rilaysizlar. Yo'q, pretselni ochmang. Mana shunaqasiga to'g'rilaysizlar. Mana shunaqasiga o'tasizlar. Pretselni ochib o'tmaymiz. Agar siz video olayotgan bo'lsangiz, birdaniga videodan odam to'xtab turgan bo'lsa, ne qilasizlar? Mana shunday qilasizlar. Videoni yoqasiz. Keyin mana shunaqasiga qilasizlardan videoni yoqib, mana shunaqasiga o'raverasiz. Shunday qol. O'z boshdan ko'rsataman. Mana shunday qilib, mana shunaqasiga qilasizlardan, bunaqasiga qilib, nem o'tib turib, ana shu rekka chiqaraverasizlar video. Onun uchun hozir biza birinchi o'rinda hozir bu fake edi. Endi o'zimizni o'rganishni ko'rsatib beramiz. Onun uchun mana shu yerga kelasizlar. Mana shu ish qilasizlar. Ya'ni bir litsaga qo'yasizlar. Odamga asta to'g'rilaysizlar. Keyin mana shunaqasiga otaverasizlar, o'rganib ketasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Birinchi kun mana shunaqasiga foydalanasizlar. Agar foydalanib ko'ring. Umuman bu yerda o'tolmasangiz, bu yerga kelasiz. Mana shu yerdan o'tasiz. Umuman o'tolmayotgan bo'lsangiz. Odamga to'g'rilaysiz. Mana shunday. Presselda bir bosganda mana shunaqasiga bitta presselda botsa ochib turadigan yoki men ana shunaqada o'ynayman yoki hozir ko'rsataman. Bunda nishon olish rejimini ushlab turishga bosib qo'ysangiz, mana shunaqasiga qaranglar. Bitta bu ushlab tursalaring ochib turaveradi. Agar shunday bo'lsa, bir bo'lsa ochib turmaydi ham
birdan yopilib ketaveradi. Mana qaranglar. Qiyin. Ko'rasizlar? Menga o'zim shaxsan teginishga bosib qo'yaman. Teginish o'zimga qulayroq. Mana birinchisi bu. Endi uchinchi taktikamiz bu videoda 3 taktika bo'ladi. Xullas, bu taktikani men aytib o'taman sizlarga. Emiro turda masalan o'xshab o'ynamoqchi bo'lsanglar, eng yaxshi bo'lsa o'ynamoqchi bo'lsanglar, bir o'rta o'yinlarni yutmoqchi bo'lsanglar, ular sizdan ko'pincha bir 4 talab 3 to'rtta shot yutayotgan bo'lsa, siz uni qanday yutishni o'rgataman. Uyga kelib shug'ullanmasa, poligonda shug'ullanasiz. Tez o'ynashga harakat qiling. Yotib o'ynasangiz, bola yotib o'ynamanglar. Sizlarga maslahatim yotib o'ynasanglar, o'yinglar unday kelmaydi, yaxshi. Yotib o'ynayotgan shunga glazurga ham yaxshi urinadi. Tez harakat qilinglar, tez o'ynashga harakat qilinglar. 4 yoki 5 barmoqda o'ynashga harakat qilinglar. Mana shu boshlarni qasdi emiga batuvda qulonlar raslar boshiga ko'p ular bo'lgan narsalar. Biraz muzika masqaslar mumkin. Mana shunaqasiga shug'ullanaverasizlar. Hozir 3-raundga borib bo'lib qolsam kerak, chunki 3-raundda qanaqa kuchayishini bilsalaring. 3 turda уже kuchli bo'lib unaqa bo'ladi. Bittasini o'zi yarim jonim olib qo'ydi. Ko'ryapsizlar, bular ko'p keladi. Mana shunaqasiga mashq qilsanglar, o'rganib ketasizlar. Shu bilan bo'ldi. Videomiz tugadi. Lifehacklarim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman bolalar. Videomizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va like bosishni esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men Rich Shot bo'ldim bolalar. Hammaga xayr, men videoni o'chiraman.